Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Qalbdan qalbga namlıq programımızdan 28-ci saniylik görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmədlərimiz, bu uluq ay kirgəndən bu yan hər günü məş saatlarda huzurunlarda buluyatımız. Xilmi-xil temalarda toxtaldıq. Mana axırqı günlərdə turubduq. Rabbim inşallah barlıq əməllərimizi qəbul qılıb bu dərslərdə sözlənən məzmunlardan tegishlik nisibimizni elib hayatımızga qilchilik bo'lsa o'zgarish kirgizadigan bo'lsak, o'zgarish paydo qiladigan bo'lsa, bu eng chong baxtimiz hisoblanadi. Rabbim shunday bo'lishiga muyassar qilsin deb tilaymiz. Bugungi temamiz biz tunugun e'lonimizda bergandek, cho'qim jamoatlashish kerakmi bir musulmonniki? Mayli nada yashashsin, bir jamoatga tabi bo'lib ergashib menishi kerakmi degan yoki bo'lmasa o'zi mustaqil holatda xalqan kitaplardan, dini kitaplardan özünün yolunu sezip mağalamdı degandek meselelerdə toxtalımız. Bugünkü programımızdan aziz mehmani hammalatmış bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili ustoz Mahmud Jandan bilan taklif qildik. Hurmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadirli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr taklif berishingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bevosita kirib ketsak o'z programmamizga ustoz. Aldi bilan biz cho'qim jamoatlashish kerakmi degan deyishdan burun dinimizniki islom nima uchun jamoatlashishga ahamiyat beradi, buni ta'kidlaydi. Şahidin kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala Ramazanның qeyb qalgan kunlarini texim yaxshi taat ibadet bilan tirishchilik bilan o'tkazishni nasib qilsin. İnşallah bu kunlarda Laylatul Qadr kechasi taat ibadet qilib Allah ularning amallarını qabul qilgan mümin bendilerden qilsin hammamizni. Amin, amin. Bu savolga, yani islom jamoatlashishga qanday qaraydi degan savolga javob berish uchun biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayoti qarshimiz va shundaqla Qur'oni Karimga Allah tarafından Resulullah'a vahiy qilingan Qur'oni Karimga qarshimiz lozim. Hammamizga ma'lum bo'lgandek Payg'ambarimiz bu dinni yüz yalğuz başlagan. Yani vahiy qilinib davetini yüz yalğuz başlagan. Yüz yalğuz başlap en başta özünün ailesi, yakın dostları bilan başladı. Şu arqılık din Mekke hayatına biraz talaşqı başladı. Tehi İslam'ni hiç kişimge aşkarı ilan qılmagan vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatini, yani Müslüman boğallarını bir cemaat kılıp kurup boğan. Hoş. Bularınki Darul Erkam deb tonulgan tarixta bir öyge Müslüman boğallarını jığıp şu öyge adette yeni düşken vahiyini yetkiziş ve başka talimatlarını yetkiziş işini şu öyge 3 yılgıca elip bağın. Məxfi halətdə. Yəni məxfi təşkilat İslam kilib vəhiy qılınıb bir məxfi təşkilat ya bir cemaat qurulub olğan. Nima üçün desə bu yalğız İslam dini emas. Hər qandaq bir cəmiyyət, hər qandaq bir dövlət, hər qandaq bir guruh partiya nimadan təşkilləndi desə cemaatdan təşkilləndi. Bir devlet diyelik, bir cemaat diyelik. Her qanday devlet qaraydigan bolsak, şu devletlerdeki nurgun adamlarınki hemkarlışı bilen, nurgun adamның birisi-birisini qo'llashi bilan devlet kuruldu. Ve bu devletni şu arqılık saqlığını urdu. Eğer xalqlar insanlar içideki özara hemkarlık, özara özünün devleti, özünün menfaati, özünün qimmat qarşı bunu saqlab qilish uchun hamkorlik bilan birlikda kuchash yo'qolsa har qanday bir jamiyatda bu jamiyat vayron bo'ladi, parchalandi. Davlatlar vayron bo'ladi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo
Kur'an-ı Kerim'de bu cemaatleşişninki ne kadar ehemmiyetli ekanligi, devlet kuruş ve güllenişte bunun rolünün ne kadar zor ekanligi de Kur'an-ı Kerim'deki asaslık 80%'in cık buyruklar karsak, umumi buyruk cemaatke verilgen. Cemaatke yüzlendirilgen. Hoş. Mesela وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Sıra yaxşı iş ve takvadarlıkta özara hemkarlaşınlar. Birisi birisini kollan, birisi birisini kollanlar. Yaman iştiço, düşmanlı iştiço dese, birisi birisini kollamanlar. Hemkarlaşmanlı eski iş kılışta. Lakin yaxşı iş kılıştiço hemkarlaşınlar dedi. Demek bunun eksi nimo dese, dünyadaki nurgun insanlar eski iş kılışka hemkarlaşırgallığı. Naçar iş kılışka hemkarlaşırgallığı. Bunundan çıkıp dur demde. Müminler kırıngan buyruk yaxşılıkta hemkarlaşınlar degen bolsa, yamanlıkta hemkarlaşmanlar degenligi ço dese, nurgun insanların yamanlıkta ço hemkarlaşırgallığının delili. Onundan başka mesela ya eyyuhellezine amenu ruk'u vescudu ve'budu rabbakum vef'alul hayra leallekum tuflihun. Sila müminler ruku, secde, Allah'a ibadet kılış. Muşunun hemmisi müşarik egen buyruklar ço dese, umumi cemaatke kiliglik emdi. Cemaat kiliglik. Onda boğandan keyin bizning meyle hac ibadetimiz olsun, namazımız olsun mesela. Her kandak ibadet qanchaki cemaat köp bolsa bunun savabı cık olur emdi. Hoş. Yani cık ibadetler. Hususen muşu Allah perz kıygan ibadetlerde ço dese, çokum cemaatleşiş bu şu işin savabının köpeyişide, şundakla kalbini kolur keltirişte bu acayip mühim. Kur'an-ı Kerim'de mesela mağlup boğallarını, acizlikka duçar boğallarını süpetlesin hem de süpetleydi o dese, mesela ehli kitabını süpetlese ulamıyla bülünüp ketken, paçılınıp ketken. Yani azır qaraydigan bolsak mesela ehli kitapdan işte birisini kafir deydigan qat'iyelikka birisini qabul qilmaydigan ishlar jiq. Hoş. Ularning guruhlari ichida. Lekin Bir xilma. dunyo manfaati uchun cho desa, nurg'unlari hamkorlashib, o'zining davlatlarini, o'zining jamiyatini gullantirib ketayotganlar. O'zining aqida tarafdan shundaq zidlik bo'lsa-mu, shundaq birisi-birisiga dushmanlik bo'lsa-mu, tarixiy nurg'un urushlar, qon to'kashlar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bularning hammasini bir tarafga qarib qo'yib turib, bu daftarni qatlab o'tib, tarixiy daftarni, ma dunyoni so'rashda, gullantirishda jamoatlashib ketyapti, davlatlarni qurib. Shuning uchun islom dini har qandaq amal, masalan, yolg'iz o'qigan namozdan jamoatlashib o'qigan namozning savobi ko'p. Maldagi kichik masjidda namoz o'qigandan jiq adam yig'ildigan masjidga berib namoz o'qishning savobi ko'p. Hajga berish desak, umush jiq musulmonning bir yak kelib jamoatlashadigan bir ko'rinish hamdi. Bu islomdagi alohida bir rukn. Masalan, islomdagi zakat ibadati desak, mushummo shu jamoatlashishning bir tipik misoli, simvoli, boylardan elib kambag'allarga berish. Bu orqali jamiyatdagi ziddiyat la tugaydi. Ve şundaq jamiyatdagi tabaqachilik, boy kambag'al deb, boy o'g'alli boyolab yashayverib, kambag'al o'g'allar qijilib yashaydigan bunda jamiyatda cho'qim tabaqachilik paydo bo'ladi. O'zaro birisi-birisini kamsitish, kambag'allarni boylarga hasad qilish paydo bo'ladi. Islom zakatni nimasini yo'l qo'ydi desa, mush tabaqachilikni yo'qotish ve shundaqla boylarning kambag'allarni masxar qildigan yoki kambag'allarning boylarga hasad qildigan bu jamiyatdagi yomon illatlarni tugutish uchun yo'l qo'yilgan ibodatning biri. Shuning uchun biz dinimizning umumiy Qur'oni Karimdagi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamningki hadislariga qaraydigan bo'lsak, alaykum bil jamoa. Masalan, sizlar jamoatni lozim tutinglar, jamoatni chong tutinglar. Hatto davlat qurilgan vaqtda masalan musulmon podshoh bo'ysuni shundoq ta'kidlangan islomda. Peygamberimiz necha hadislarda ta'kidlagan. Hatta o mesela fasık, alahida yaxshi taqvodor musulmon bo'lmasa-mu, sizlar uning bo'ysuninglar yaxshilikda.
Aşunun hemmisi nima desa, halqa jamiyatda biz hakimiyetni ıslah qilamiz degan maqsadda, masalan, o ma'lum bir normal islom bilan yashayotgan bir hakimiyetni o'rib men boshqani qurman desa, bu yerda nima chiqadi desa, jidal chiqadi, ziddiyat chiqadi, urush chiqadi. Shuning bilan davlat yo'qoladi, ziyon texim eg'ir bo'lib ketadi. Xo'sh. Shuning uchun odatda jamoatning birligini saqlash, musulmonlarning birligini saqlash, islom davlatini saqlab qolish uchun shariat odatda nurg'un masalalarda cho alohida keng yo'l tutgan. Xo'sh, xo'sh. Keng yo'l tutgan. Shuning uchun biz masalan Xitoy desak, shu bir kommunizm desak, bir jamoat ashumi. Ya'ni o'z batıl yo'lda bo'lsa-mu, 1927-yilga deymi kommunizmning Xitoyda qurilgan vaqtda. Shu vaqtda ozgina odamlar bir kimida qurib tikkan ayni. Odatda bir yig'ilish imkoniyati yo'q endi. Xo'sh. Aşında qurib, shu qurib tashviqotlari bilan, har xil axborot vositalari bilan o'zining kelqi, voy biz anda davlat quramiz, manda davlat quramiz degan qo'rq sabsatlari bilan nurg'un odamni jug'lab, nurg'un odamni ergashtirib, oxirisida kommunistlar masalan Xitoy davlatini egalladi. Bizni bosdi, bizga nurg'un zulmni shu o'zining jamoatlashganligi, tashkillanganligi uchun salaladi. Bo'lmasa Bejinda o'ltag'an bir Xitoy qila olamdi uni. Har qancha kuch bo'lsa-mu, u bir odam ikki odam qila olmaydi aslo ishni. Lekin bu nima qilyapti buni desa, bir tashkil sistem qilyapti. Jamoatning kuchi zo'r bo'lg'achqa shuni qila olyapti. Agar buning qarshi turadigan tabiiy holda Musulmonlarmi? Musulmon jamoati shu bo'lish lozim. Shunga men ma'noslik qarta, birinci şer'i taraftan qarsak, bu cemaatleşiş acayip muhim İslam'da. Mayli bütün ibadetlerimiz olsun, mayli siyasi cihat Mayli olsun. siyasi cihatta olsun, ibadette olsun, zaten Müslümanın baş götürüş için cemaatleşiş şart. Hemkarlaşış şart. Her adam yüz bilginlik kılıyorsa çokum yaxşı netice çıkmaydı. Hoş, hoş. Biz andın kainat qarsak mesela, kainatta hem minası cemaatleşip yaşaydı. Mesela denizlik beriklar qarsak, bularning hareketi hemmisi her qaysi türlük belik ma'lum Türü bilen. bir o'zining turi bilan jamoatleşish. Qushlar qushlarmi shu? Qushlar qushlar masalan bir qit'adan yana bir qit'aga yo'tkilishdi bo'lsin. Bir rayondan yana bir rayonga yo'tkilishdi bo'lsin, shunda birlikda. Masalan hayvonotlar qarsak, hayvonotlarmi har qaysi tur o'zining jamoati bilan. Kaçan aş hayvanatlar qarsa mesela top bo'lgan vaqtda yirtqich hayvonlarmi mesela kalb olsun, başka hayvan olsun hujum qilinmaydi. Qanday hujum qiladi desa, jiq kalvayaga mesela yo'lbos kelgan bo'lsa, mesela avval o'g'ni bir taqti yutadi. Qarg'ulat bir hujum qilib taqti yutadi. Taqti o'tgandan keyin ahmaq kaldın bizse ya ikisi ayrım toptan ayrılıp kaldı. Toptan ayrılıp kalgan vakitte andın kanda kıldı ise onu hücum kıldı. Toptan ayrılıp kalganına hücum kıldı. Bazı vakitlerde mesela başka kellar kelip kutkuz oldu aşılım ba. Toptan ayrılıp kalganına. Bazı vakit şu kutkuzanmaydan iş var. Kainatın canlılık olsun, cansız olsun. Sistemi sıkarsak hemmisi şu hareket birlikte. Anladın biz bu ikinci turu, üçüncü biz emniyetimizi qarsak mesela yukarıdım dep ettik. Bugün günde İslam dünyasını ve şimdi aklı bizni kontrol kılayotgan kuchlar nima bilan kontrol qila oldi desa, o'zining tashkiliy kuchi bilan kontrol qila oldi. Ya'ni o'zida tashkiliy kuch nihoyat mustahkam bo'lg'achqa, jamoatlashish mustahkam bo'lg'achqa, masalan Xitoydek bir kommunizm xato yo'ldagi, batıl aqidadagi kommunistlarmi o'zining yo'lda mustahkam, sistemasi kuchli, tashkiliy kuchli bo'lg'achqa, bizni va bizdan boshqa nurg'un xalqni izib, dassab bugungi kunda shunda eg'ir zulmni qila olyapti. Nimasi bilan qila olyapti? Tashkiliy kuch bilan qilyapti. Va dunyoning boshqa yeridagi ahvoli shu. Shuning uchun har qanday bir millat
ağır kuniga qalsa, şu bu ağır kundan qutulishning yo'li, Xo'sh. bo'langan ziminlarni elishning yo'li nima desa, tashkillanish, jamoatlashish. Şu Xitoyda masalan, biz Xitoy yaşagan vaqtimizmi 1000 yaşırıq ayna. Bizning vatanimizda 4 adamning biriga kelib bir ish qilishi Xitoyga nisbatan bir tashkilotdir. Bir adam masalan hatta yanında tapancha chiqdi, qurol chiqdi desak, o'z zamonida yani 20 yil burun deylar. Onunğa 3 yil ya 5 yil turma jazo kesirgan bo'lsa, masalan qurol chiqqan adamdan. Lekin 10 adam bijaga kelib bir tashkilot qo'ygan bo'lsa, bir siyosiy g'oyasi var. Vay biz mesela Xitoyni qo'g'laymiz, ya vatanimizni mustaqil qilamiz, bu deydilar. Siyosiy g'oyasi var. İradesi var. 10 adam yaş bijaga kelib bir o'ltirish qilib, ya haftada ya 15 kunda ya bir ayda bir qatim yig'ildigan, bir o'zaro bizni tarbiyalaydigan, masalan, mushunda bir ish qilgan bo'lsa, buning bo'lgan Xitoyning shu chog'dagi pozitsiyasi nima desa, az deganda 15 yil, 20 yil kesib o'tgan ahvolni ko'raylik. Nima uchun desa, bir adam o'zining yendiki tapanchasi bilan yoki endi bak qurol bilan qila oladigan ishi cheklik deb bildi u. Qila oladigan ish cheklik. Lekin bu yerda bir tashkiliy kuch paydo bo'lib qolsa shu. Jamiyatni qo'yib o'tib tashkiliy bir kuch paydo bo'lib qolsa shu desa, buning xatirininki o'zining davlatiga bo'lgan ne kadar zo'r ekanligini tasavvur qilib Xitoy shunga bu tashkilot degan narsaga ajoyib qarshi endi. Muşunun ta'siricha chet eldan kiratimiz hozir. Nurg'un masalan tashkilotlar haqida. O tashkilot bu tashkilot emas. Masalan. Tashkilotlar haqida nurg'un nima o'ylab turdi masalan. Har doim yangidan hujumlar, yangidan har xil gaplar, har xil ishlar chiqib turdi. Nima uchun desa, bu tashkiliy kuchlarningki jonlanishi, buning taraqqiy qilishi, buningki Xitoyga bo'lgan ta'sirining ne kadar zo'r ekanligini Xitoy biladi. Xo'sh. Bu sebepten çokum bundaq ishlarda nurg'un qisman aqko'ngil qarindoshlarimiz çokum bor. Haliqi ish texmi yaxshi bo'lsa ekan deb bu umidda maydon tuturgan. Yoki ma'lum tashkilotning o'zining kutgan umidini aytib zo'r. Bu kütken ümit boyunca o teşkilat hizmet kılanmadı. Mesela, yoki kütken ümitke erişemedi. Bu sebepten ko'ngilning yerimligidan, narazılıgidan hücum qilgan ahvollarım bor, aq ko'ngil kishilarda. Bunda adamlar yo'q emas bor. Ish texim yaxshi bo'lsa ekan, g'oyimizga tiz yetsak bo'ladi. Tashkilotlar texim o'zining hamkorligini, birligini kuchlantirib, davada teximi kuchlansa bo'ldi. Bu beparvolik qilib jurvatib bo'lar deb manda yaxshi niyat bilan qildiganlimi bor. Yaxshi niyat bilan turib qamchilaydiganlar bor. Lekin nurg'un yomon niyatlik odamlar shu qumba. Bu yerda dushmanning suiqasdi buningda Texim parchalash. Texim parchalash ham. Chet ellik kuchlarni parchalash uchun qilinayotgan suiqasd. Ko'p rahmat. Hamda shu biraz bir diniy soharimizga qaytib kelsak, siyosiy demak kerak. Hamda bilgan musulmon hamda hayotini bilgan dunyoning nerede yashasin, shu haqqi yo'lda ekanligini da'vo qilayotgan nurg'un jamoatdan, firqadan ularni deymiz endi. Bir kishi hamda bir musulmon kimning haqqi yo'lda ekanligini masalan, ashlarning gapiga qarab turib qandaq aylaydi. Çünkü hammasini so'zlayotganlar, har bir uyabiyaga chaqirayotganlarning hammasi Qur'on hadisini og'zida deb turib chaqirdi. Bir normal bir xalq, bir musulmon qanday aylaydi bularni? Kimdan haqqi kelgan? Bu her qandaq bir aqlliq o'zining dinini tushungan odam menimcha ma'lum bir shaxs yoki mayli bir tashkil bo'lsin, buning qilayotgan ish harakati ketayotgan yo'liga obdan diqqat qilsa, kuzatsa, to'g'rining nerede, xatoning nerede ekanligini bilalaydi. Eng birinchi bo'lib, masalan, xususan diniy tarafdan Qur'on hadis bilan gap qilib turib, ma'lum bir
Qur'on bilan gapib turib yoki ma'lum bir yo'linishga ya ideyaga chaqirayotganlarga qarta bizning olimlarimiz masalan ma'lum qo'ygan bir shartlar ya sifatlar bor. Yani ma adam agishib maqsad bo'ldigan adam. Xo'sh. Yoki agishib bo'ldigan jamoat ya guruh masalan ya bir tashkilot. Esa eng birinchisi bu adamlar chuqur Qur'on sunnatni o'zining asosli manbasi qilishi qaysi tushuncha bilan desa chuqur sahabeler ve onundan keyingi mezhep alimleri düşengen umumi bir Müslümanlığın ki yönelişi var mı İslam dünyasında? Ehl-i sünnet vel cemaat deb tunulduğu. Xo'sh. Umumi muş düşencege vekillik kılıvatkan. Muşularının umumi fikri dairesinden çıkıp ketmegen buluşu en birinci şartımdı. Xo'sh. Hele ki vay ayette manda ba ya ki falan hadiste manda ba deb özünün yani bir hadisini şundan qarsa mümkün şu hadistin aşırımdan diyen gibi çıkıdı. Lakin bu yerde bu hadisini alimlerimiz mesela Fethül Bari ya ki İmam Nevevi mesela qandaq şerhileyen. Bu mezmunda bunun okşamaydıgan başka hadis var mı yok mu? Xo'sh. Muşuranın hemmesini bölüş. Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerini bisi sokaştırıp koymayı. Hadistin ki biz gözümüz bilen yani akli gözümüz bilen ya ki az ilmimiz bilen körep bisiga okşamaydı ki ya ki zitken ma hadisler zittek turdu ya deb qarab qalgan hadisler olsa bununla alimler bularını qandaq jo'g'ligan qandaq muomala qilgan Muşularga alahid dikkat kıldıgan kişiler en doğru yoldaki adamlar yoki doğru yoldaki teşkilat. En birinci sübut nima desa, Qur'on sunnatga ergishish, buni manba deb turish, buni ash ummatning salafi, sahobalar va keyingi, masalan, 4 mazhab imomi desak, mush 4 mazhab olimlari qandaq tushungan bo'lsa, mush umumiy doiradan chiqib ketmagan asosda tushunib, mush asosda fikr qilgan bo'lsa, bu chaqda shu andan madem doğru yolda ekan deb tunish lazım. Mesela ikinci bularning hayatı qarsak mesela ma'lum bir misolni alsak şu salaflarninki. Bularning en birinci qarashi nima desa la nukaffiru ahad min ahli al-qibla mesela. Mush qibla ahlidan yani Kabe'ga qarab namoz o'qiydigan adamni biz musulmonlar günah qilish bilan kafir demaymiz deydi mesela. Ehl sünnet'in en birinci sıfatlarining biri. Xo'sh. Yani qibla ahlidan bir adamni biz kafir demaymiz, manda günah qildi deb. İkincisi her qandaq bir musulmonga yaxshilikni umid qilish. Yani bu musulmon inşallah cennet kirdi deb cennet arzu qilish, umid qilish. Xo'sh. Bu ikinci sıfat bo'lish lazım. Yani her qandaq bir musulmon bo'ldikan, mayli boshda azoblanmaylam cennet kirsin, yoki gunohining jiqlig'idan ma'lum mezgil dovzax kirib qolsin, lekin cho'qim cennet kirdi deb cennetni umid qilish, arzu qilish. Xo'sh. Bu üçüncü ehl-i sünnet vel cemaat yani biz tegishlik alimda yoki bir tashkilotda ya jamoatda bo'lish tegishlik sifatida. Dördüncüsü umumi dinni mükemmel tushungan. Yani dinning ham yeriga amal qilishga tirishadigan. Ma'lum bir tarafiga amal qilib, masalan, ma'lum bir tarafini qo'yib qo'ydigan emas. Xo'sh. Bugün kunda mesela İslam dünyasında aynı cemaatlim ba. Bazı deydi o mesela hazır mesela cihat kıldığın zaman emas. Cihatın zamanı ketdi deydi azgullu var. Bazı deydi o yok bu mesela
ma qarshi tarafı nima deydi desa, da'vatning zamoni emas hozir, da'vat bilan ish qilolmaydi. Hamma ishni jihat bilan qilamiz deydigan. Masalan, bu hammasi bizga zid aşkun ideyalar. İslamda ibadetler ba, 5 rukn, davet ba, cihat ba, Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamberimizin tutup mangan yollarının hemmisi şu, her bir şerait, her bir rayon nimede bulaş lazım. Yüzden şeraiti karta. Hoş. Dinga umumyüzlik, emel kılış ıhtırışırgan, malum bir tarafiga eslivelip, yani bir tarafını çetki kakıdgan, ideyada bommagan, muşundak adamlarga ço, yoki muşundak cemaatga egish lazım. Bu haqda kitaplar qarsak, bularning sifatlari haqida ba'zi kitaplar 70 necha sifatni bayon qilganlar bor. Undan ya azroq ko'proq bayon qilganlar bor, lekin bizning bugungi hayotimizda eng muhim bo'lganlar shu yuqoridagi 4 nuqtaga alohida diqqat qilish lozim. Unda olsa yakka holda ayrim yashash bilganki musulmonniki. Bu ayrim yashaganni keltirib chiqadigan oqibatlar. Eng birinchi bo'lib Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem degandek, Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ ye'kulu zi'bu minel ganemi el-qasiyeh. Büyüre koyunun içinden qaysini yeydi o dese, toptan ayrılıp qalganını yeydi o degan. Şeytan mı şundan azdır desin? Yani bir hadiste eş-şeytanu ma'al vahid ve hu minel ithnayni ab'ad. Her qanday adam yalğız qalsa, şeytan onun bilan birga. İkki adam bo'lsa, şeytan jiroq bo'l ikkisidan degan. Shuning uchun eng birinchi bo'lib birinchi ziyon nima desa, o'z yalğız qolgan odam yoki jamoatdan qochib yashaydigan odam ezib ketish ehtimolligini aytib yuqori. Ezib ketish ehtimolligini aytib yuqori. Dindan chiqib ketishi mumkin, nurg'un munkar xato ishni qilishi mumkin. Xo'sh. Bu birinchi ziyon. İkinci ziyon, hatta mesela ijtimoiy sahaga alayid ko'ngil bildigan olimlarninki qarashichimi insonning yolg'iz yashaganligi hech qanday do'stlari bilan, o'zining yaqinlari bilan, oilasi bilan aralashmay, ular bilan kundalik bir ijtimoiy munosabat qilmay yashashning o'zi shu bir odamga nisbatan her kuni 15 tal tamak chekkanimiz ziyonliq degan. Yani tamakının ziyonliq ekanligini musulmon kafir hammasi bildi o. Xo'sh. Bir insan tamak çekmeydi o. Lekin hech kishim bilan aralashib yashag'isi yo'q. Yolg'iz yashaydi. Bu yolg'iz odamning psixikasiga, fikriga, iddisiga bo'lgan buning zini yolg'iz qolib bir odam. Xo'sh. 15 tal tamak chekkandan shu yuqori deganni olimlar o'tirib qo'ygan. İnsan çokum başkalar bilen insan o. Bizden ailesi, xotin balaları, dostları, cemiyeti bilen haqiqiy insan bulup yaşayalıydı. Üçüncüsü, her kandak bir insanın ki cemaat bilen bu vakitte bunun gücü, iktidarı namayan bulundu. Yalğız qalsa şu dese, belki iktidar şunda yuqori bo'lsa-mu, bundan cemiyetke, xalqqa hech qanday foyda yetmay, o iqtidor o'zi bilan birga ko'milib ketishi mumkin. O alohidlik o'zi bilan birga ko'milib ketishi mumkin. To'rtinchisi, xuddi payg'ambarimiz degandek, bu yolg'iz qolish degan bir azob bu. Yolg'iz qolish deganlik bir azob. Qachoniki insonlar birsi bilan do'stlashib yaqin o'tirgan o'chaqda birsi-birsiga rahim qiladi. Birsi kuyunadi. Xo'sh. Allah Qur'on-i Karimda mesela "Vela yazaluna muhtalifina illa men rahima rabbuk." Allah'ın rahmetiga erishmaganlar her daim talash tortish qiladi dedi. Her daim bülnep yashaydi dedi. Rahmetiga nail bo'lganlar cho desa, buning ma'nosi bular o'zaro birsi kuyunib hamkorlikda yashaydi degan gap. Xo'sh. Bunun mesela Kur'an-ı Kerim'deki tipik bir misali Süleyman Aleyhisselam bilen Davud Aleyhisselam'ın aldığı kelgen iki ayolning misali. Bir balını talışıp Kur'an-ı Kerim'de bunu kıssının
umumiy nimasi bayon qilinadi. Fafahamnaha Sulaymon degan masiga bilan. Lekin hadisda kelgan nima desa, bir balani ikki ayol talishib kelgan. Bizga ma ishkilisi mening balam deb da'vo qilganlik. Sulaymon alayhissalom baş Davud alayhissalomning yanına borgan. Davud alayhissalom unda qarab, birisi o ayolning yashi cho'ng, yana birisi kichik. Cho'ng ayolga borib kelgan. Cho'ng bo'lgan ekan, cho'ng ayolning tug'ish ehtimolligi yuqori. Uning balasi bo'lishi yuqori degan mat tushuncha bilan. Xo'sh. Buning uchun desa, bu ayol rozi bo'lmagan. Kichigi. Rozi olmay bular keyincha Sulaymon alayhissalomning yonidan chiqib, nima Davud alayhissalomning yonidan Sulaymon alayhissalomning yoniga borgan. Sulaymon alayhissalomning yoniga borgandan keyin Sulaymon alayhissalom tamam, balni ishga da'vo qildi ekansizlar. Ha, qilishni olib chiqinglar. O'tirdilarmcho, parchalab beray. Men balni parchalab beray degan. Degan vaqtda kichiga yo'q bo'ldi, ashning balasi. Men ba'ma ashning balasi degan. Bu chaqda Sulaymon alayhissalomningki Sulaymon alayhissalom ayolning balasi ekanligini bilgan, kichigining balasi ekanligini. Kichigiga nima uchun desa, cho'ng ayol shu ilqir ayında бүлініп кетішіне, пачулашне, onun iddisi rahim degan narsa bo'lmag'achqa, kuyinish degan narsa bo'lmag'achqa, o'zining balasi bo'lmagandan keyin uningga rozi bo'lgan, chandurib qo'ygan. Kichigicha desa, bir kuyinish, rahim tepilgan bo'lg'achqa, meni olmasin bo'lsin, bo'ldi, o'zining balasidan hayot qolsin degan maqsadda cho'ng'icho o'tinib bergan. O'tinib bergandan keyin Sulaymon alayhissalomcho balni kichigiga hukm qilgan. Shunga fafahamnaha Sulaymon. Qur'oni Karimda biz alohida uni bir tushuncha, ilm berdik deb shu bayon qilingan. Buningdan chiqib turdiki, har qanday bir odam biz qaraydigan bo'lsak, o'zining oilasi bilan, masalan, yaxshi inoq yashay oladigan odam ko'pincha holatda jamiyatdagi do'stlari bilanmi, jamiyat bilanmi yaxshi inoq yashay oladi. Agar oilasida jidal qurmaydigan, xafalık qurmaydigan odamchi desa, jamiyatdami nurg'un odamlar bilan xafalık, ziddiyat ichida yashaydi. Xo'sh. Bu demak, bu alaqa yalg'iz yashashning o'zi shaxsning diniga bo'lsin, ijtimoiy munosabatiga bo'lsin, sog'lomligiga bo'lsin, ajoyib ziyonli. Shu Qur'oni Karimda ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Mağlubiyetinin hemmisi nereden geliyordu? Talaş tartıştan geliyordu. Birlikinin bombalığından geliyordu. Kuşunun bombalığından geliyordu. Şunun için her kandak bir Müslüman yüzünü bulup mu bugünkidek mesela Avrupa aldı olsun, elik Müslümanlar az ziyade çokum yüzünün bizim Uygur qarindoshlarımızın ümit nima desa, çokum yaqiyada o'ltirishga amal qilib tirishish. O'zaro birsi-birsini yo'qlashga alohida tirishish. Buning çokum şu shaxs o'zining madaniyatini qo'g'dashda, dinini qo'g'dashda, urf-odatlarini qo'g'dashda, bolalarninki bir Uyg'ur bo'lib cho'ng'ilishni qo'g'dashda roli nihoyat zo'r. To'g'ri. Qanday bir odam men Uyg'urning yanında to'maydim, Uyg'urning yanında ya bütün pasatva ya gappa uva deb başka ayrım bir joyga ketib yashaydi ekan, cho'qim bu bütün pasat qildigan Uyg'ur bo'lmay, boshqa ya Hristiyan bo'lib yoki boshqa bir biznasi bo'lib, bolalar ashuna cho'ng bo'ldi. O'zim cho'qim bu yomon ta'sirga uchraydi. Shuning uchun biz Uyg'ur xalq bo'lib sifatimiz bilan o'zimizning kimligini saqlash uchun bunday yolg'iz yashashdan ajoyib qechishimiz lozim. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi demak bir avam xalqning, normal xalqning bilganimda shuncha vala diniy kitoblar, materiallar ko'p bo'lgan taqdirdami, ya'ni o'zi mustaqil holatda dinni o'rganolmaydi degan, o'rganishga yetmaydi bu degan gap chiqqan bu yerda. Bu yerdan tabiiy holda o'qigan odamlar
dinning nurg'un taraflarini o'rganaydi kitoblar bilan. O'zining namozini qanday o'qiydiganligi, zakatini qanday beradiganligi, haj qilsa qanday qildiganligi, o'zining oilasini, bolalarini tarbiyalashni qanday tarbiyalash yaxshi bo'ldiganligi hamma narsani kitob bilan o'rganaydi. O'rganaydi. Lekin bu yerda biz umumiy dinimizning kelib chiqishiga qarasak, masalan, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimni birinchi osmonga tushirib, undan keyin har munosabatda Jibril alayhisalom orqali Rasululloh uchun tushirgan. Allah bevosita Rasulullohning qalbiga Jibrilni vasita qilmay turib, tushirishga, jug'lash qodirmi, yo'qmi? Albatta qodir. Lekin Jibril alayhisalomdan iborat bir farishtani bu vahiyni yetkazishga Allah vasita qildi. Vasita qildi. Nima uchun desa, shu payg'ambarlarga bu vahiyni joyida o'qitish uchun ham. Eng birinchi g'oyasi. Xo'sh. Ham ikkinchi, masalan, Jibril alayhisalom mashhur hadisi bor. Umumiy hadis kitoblarida bor. Jibril alayhisalom bir odam shaklda kelib, Rasulullohning oldiga kelib, tizni tizga qo'yib, Rasulullohdan islom nima, iymon nima deb hamma savolni so'ragan. Rasulullohning javob bergandan keyin qiyomat haqida savol solgan vaqtda payg'ambarimiz so'rg'uchi so'ralg'uchidan olim emas deb javob bergan. Ketgandan keyin mana bu Jibril sizlarga diningni o'rgatish uchun keldi degan. Shu gapni Rasululloh o'zi dalamti yo'qmi? Iymon degan ma'u, islom degan ma'u deydi. Sahabelarga bevosita yetkazdi. Lekin Jibril alayhisalomni ash shaklda yetkazishi, savol javobli shaklda yetkazishi, bu dinni cho'qim o'rganishninki zarurligi. Nima uchun? Keyingi ta bugungi kungacha kitoblar bormi islom dunyosida? Bizning vatanimizda ham yer kitob bor. Masalan. Lekin bu kitap deganning odatda bu, masalan, her inson o'qisa har xil tushunadi. Masalan bir diniy bilim demaylar. Masalan, bir psixolog, masalan, psixolog alimi ya psixolog munosabatli bir kitap desak, odatdagi psixologdan xavri yo'q bir odam o kitobni o'qidi. O kitobni. Shu odamning olgan tushunchasi bilan psixologdan necha kitob o'qigan, necha kitob yozgan bir olim shu kitobni o'qisa, ikkisining tushunchasi o'xshash chiqadimi, yo'qmi? O'xshamaydi. Albatta o'xshash chiqmaydi. Çoğum psikologdan xavri yo'q odamninki o kitobdan 15-20% tushungan bo'lsa, bo'lmasa masalan Uyg'urcha deyli, ya Turkcha, qaysi tilda bo'lsin. Shu tilning ahli, shu tilni biladigan odam 20% tushungan bo'lsa, hatto 50% tushungan bo'lsa, aqli o'tkir bo'lib, psixolog o'qigan, bu haqda tadqiqot olib borgan odam u kitobdan cho'q desa, balkim 80% tushundi. Xato ayriyalaydi. Xato bo'lsa, uni ayriyalaydi. Har qanday ilmda cho'qim buningda mutaxassis bo'lgan, mushaqda kasb egisi bo'lgan, alohida vaqtini, ömrünü ajırtıp, tirishib shu ilmni o'qigan adam boshqa bir odatdagi u ilm haqida taraqquzmagan odamga qaragan vaqtda buning tushunchasi yuqori bo'ladi, boshqalarga tushundirishi ham yuqori bo'ladi. O'ylab, har qanday odam psixologda bo'lsin, tarixda bo'lsin, hamma narsada bir kitobni o'qisa, ma'lum bir narsa tushundi. Xo'sh. Lekin shuningda taraqquzib, natijal tirishqa odamdek bo'lamdi buning tushunchasi, olgan foydalari desa, yo'q. Tabiiy unda bo'lmaydi. Agar u har qanday odam bir narsani o'qib, bir kitobni o'qib, bir moddadagi masalan, ma'lum bir fandagi natijal o'qiganlar bilan o'xshash bo'lib ketirgan ish bo'lsa, ma dunyodagi ilm farqi bo'lmagan bo'ladi. To'g'ri. Ma dunyodagi kishilar orasidagi universitetlar qurilib, doktorlarni necha darajaga bo'linib, masalan, professor, doktor, anda doktor, manda doktor deb. Olimlar necha darajaga bo'linib, manda bo'lmaydi. Mushlarning hammasi bizga nimani bildirdi desa, har qanday odam har qanday ilmdan ma'lum darajada foyda ola oladi. Xo'sh. Dinimizdami mushaqda yozilgan, din haqida yozilgan kitoblarni o'qib, cho'qim ma'lum darajada foyda ola oladi. Lekin buning olgan foydasi bilan
neç yıl muşaht okugan. Bu asli Kur'an düşken til bo'lgan arab tilini obdan o'rgangan, buni tadqiq qilgan, Qur'onning asli manbasi bo'lgan Qur'ondan va Qur'onning tafsiridan, hadisning sharhlaridan ko'rgan odam bilan buning tarjimasini ko'rgan odamning tushunchasi chuqum o'xshash bo'lmaydi. Chuqum farqli bo'ladi. Shuning uchun her taraftan o'zining diniy savodini yuqori qilish uchun kitob o'qish lozim. Lekin ma'lum kitobni o'qib, masalan, Qur'onning tarjimasini o'qib, men endi mufassir bo'ldim. En xatarli nuqta mush bo'lsa kerak. Qur'onda manda bakan, ya hadisda manda bakan deb halqa tamam o'zi amal qilish uchun o'qish lozim. Uni tashviq qilib, chunki u xato tushunib qolishi mumkin. To'g'ri. Masalan, hozir shu o'tgan davomda chiqdi. Qur'onda u yo'q, Qur'onda bu yo'q. Biz Qur'onga ergashsak, undan olmaydik, bundan olmaydik. Bu hadisning Rasululloh aniq qilgan 1400 yil oldin qilgan ish bilan bizning nimshatligimiz bor deydigan odamlar chiqdi. Nimadan chiqdi shu desa? Bilimsizlik. Ilimsizlikdan chiqdi. Bu dinni nurg'un Uyg'urcha kitobni o'qigan bo'lishi mumkin, nurg'un ba'zi kitoblarni o'qigan bo'lishi mumkin. Lekin atrofliq tadqiq qilmaganligi, atrofliq o'qimaganligi, bu Qur'onning roli nada, hadisning roli nada, musulmonning hayotida. Bunu seliştirmağanlığı sebepten çok nurgun kalaymıkan gaplarni oturup çıkardı. Bu nurgun derslerini doğru düşünemezliği mümkün. Hata düşünüp kalış ihtimallığı oluşu mümkün. Tetkinmağan adamın. Şunun için biz dini kitaplarını tabi aldı okuş lazım. Kitaplar tercüme kılınış lazım. Takım mühim kitaplar. Şunun bilen birge Uygurca bijnet kitabını okuyan adam yüzünü katta alim sanap mesela başkalarına onun başkalarına neç yıl muşakta dini ilimni öğrenmen dep tarak kızgallarınki hizmeti ya bulanın nemesinin nölgi çıkarıp mesela va bu din deganni bizim bilimiz mana bizim okudık dep halqa ma bir dini kayfiyatni islom dunyosidagi va Uyg'ur musulmonlar ichidagi buni buzishga sebepçi olduğun fikirlerini oturup koyuştuğun üzere mao ait ağır hatalık. Çok rahmet. Şimdi demek ki yukarıdaki sözlendiğin derslerden, temalardan bugünkidek bir zamanda yaşayotgan her bir Müslümanın bir şu sağlam bo'lgan bir Müslümanlar cemaatiga bo'lgan ihtiyacı şeriatimiz tarafından intayin sürür deb qarasak bo'ldi yani. Keskin yani. Din cemaat bu. Şu Ömer radıyallahu anh'unki bir sözü var. Bu din cemaat bilen. Hoş. Yani emir bilen degeni şu emir kaçan buldu desen cemaat bilen buldu. Onun itaat kıldığın adamlar bo'lganda bo'ldi da. Şunu boysunduğun adamların buluşu bilen andın vücutga çıkıdı. Şunun için biz umumi halkımızdan zaten teşkilleniş hele biz paranı guruhqa ya pustani partiya pustani tashkilotga kiring demamiz bir odamda. Xo'sh. Lekin har bir aql egisi chuqur buni bir izlanib qaysi bir tashkilot sog'lom yo'lda deb e'tiqod qilsa, qarsa ilm asosida. Hele hissiyatga tayanib emas, ilm asosida, tushuncha asosida to'g'ri yo'lda ma'dikan mush tashkilot yoki mush jamoat men mushular bilan birga bo'lsam İnşallah yüzümün dinim üçün hem şundaqlı siyasi menfaatim üçün vatanim üçün muhimken deb tanlash lazım. Bunun en birinci nokta Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha ve kunu ma'as sadiqin degan ayetni Müslüman şu qilish lazım. Ey müminler sizlar rastçıl kişiler bilan birga bo'linglar. Xo'sh. Rastçıl, samimiy kişiler bilan birga bo'linglar, bular bilan jamoatlashinglar degan mush nokta meyli dini hizmette olsun, meyli siyasi hizmette olsun en muhim nokta. Bir adamın chiroyli gap qila oladigan, gap ustunligi, ma'lum kishilarning hissiyatini qo'zg'ay oladiganligi bu muhim nokta emas. Sözmen bo'lgan bilan bo'lmaydi. Sözmenlik bilan masalalar bo'lmaydi. Bu yerda samimiylik hammadan muhim. Mush oyatni birdan bir biz yo'lboshchimiz, bizning tushunchamiz musho, zaten rastchil, samimiy kishilar bilan birga
bo'lishim lozim degan mush nuqtani kallaga qo'yib turib, uningdan keyin qandaq bir tashkilot, qandaq bir jamiyat bo'lsin, chuqum tashkillanish bu hayotimizda eng zarur ish. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib 28-sonimiz oxirlashdi. Chuqum jamoatlashish kerakmi? Nurg'un misollar bilan tushuntirildi, nihoyatda go'zal ichib berildi deb qarayman. Rabbim inshaalloh bizni haq yo'ldan ayirmasin deb tilaymiz. Eng oxirgi kunlarda turibdik. Bir-birimizga duo qilishaylik, bir-birimizga mustahkam bog'lanaylik deb chaqiriq qilamiz. Rabbim ömür bersa inşallah atiki yana bir mazmunda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.